Salam do'stlar, qanday ahvolinglar? Har bir kuninglar xushalik quram, aman esalik ichida o'tsin. Turmushingizga xotirjamlik, oilangizga baxt tilab. Saygindan putuklarda bizga mundaq tarbiya qilgan. Kuchli tanqid, qattiq so'zlarni boshqalarning qabul qilishi tas. Boshqalarni mehribonlik bilan tarbiyalaganda tarbiya oson qabul bo'ladi. Buning ma'nosi boshqalarning xatoligini ayblagan chaqda haddidan ziyoda qo'pollik qilmaslik. Boshqalarning qabul qilish iqtidorini o'ylash lozim. Boshqalarga yaxshilik qilish to'g'riliq nasihat qilganda bak cho'ng arzuda bo'lmay, qarshi tarafning qabul qila oladigan yoki qila olmaydiganligiga ko'ngil bo'lish lozim deganlikdir. Kishilik munosabat jarayonida talab qo'yish yoki tanqid berish bo'lsin hammasida boshqalar qabul qila oladigan doiradan boshlash. Psixikasiniki to'van nuqtasidan boshlab asta-asta yuqori ko'tarish jarayonida ko'proq talab qo'yishga bo'ladi. Mushunda qilganda maqsadga yetish mumkinchiligi cho'ngroq bo'ladi. Mundaq bir hikoya bor. Do'stlar balki anglagan bo'lishi mumkin. Yezdan kelgan bir bola intayin dangliq bir turli mollar shirkatiga mol sotquchi bo'lish uchun xizmat izlab beribdi. Direktor uningdan: "Ha, yigit, setishda qanday tajribalaring bor?" deb so'rabdi. Bola: "Men ilgari yezda o'ymay kirib mol sotadigan kichik tijoratchi edim. Buning xizmat tajribasi bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini anchalik bilib ketmaydi ekanman" deb javob beribdi. Direktor kulib turib: "Undaq sen ati avval ishga chiqqan. İşten tushgandan keyin men kelib sen bilan ko'rishay" degan. Bu bir kun bolaga nisbatan xushalliqmi yoki bizarliqmi buni bilmaymiz. İşten tushgan chaqda direktor keldi. Uningdan qancha qitim savdo qilganligini so'radi. "Bir qitim" deb javob berdi bola. "Nemishqa aram bir qitimli savdo qilding? Bizning bu yerdagi eng odatdagi mol sotquchimi kunda 20 dan ortiq savdo qiladi. Sen bir qitimda qanchalik savdo qilding?" $300,000 deb javob beribdi bola. Bu gapni anglab direktor cho'chib ketibdi. "Bir qitimda qandiqsiga bunchajik savdo qila olding?" Bola direktorga bir xaridorning narsa setib olgani kelganligini, u xaridorga oldi bilan bir kichik qarmoq sotganligini, keyin yana bir o'tirhal qarmoq sotganligini, keyin yana bir cho'ng qarmoq sotganligini, ondan yana ayrim-ayrim holda kichik o'tirhal cho'ng beliq qarmoqiga ishlatadigan qarmoq yipi sotganligini, ondan xaridor bilan beliq tutadigan joy haqida paranglashib, xaridorning dengiz bo'yida beliq tutishni yaxshi ko'radiganligini bilgandan keyin beliq tutadigan kema setib olish taklifini berganligi hamda uni kema sotadigan bo'limchiga boshlab berib, dengizda beliq tutadigan motorliq yelkanli kema sotganligini, xaridor o'zining mashinasining bu kemani so'rayolmaydiganligini aytganda, uni mashina setish nuqtasiga olib berib, uningga kemani ep yuralaydigan bir yangi mashina sotganligini aytgan. "U faqat bir qarmoq setib olgan tursa, sen qandiqsiga uningga buncha ko'p narsalarni sota olding?" "Yo'q" debdi bola javob berib. "U qarmoq og'ili kelmabdi ekan, u aslida ayoliga lunga og'ili kelgan ekan. Shuning bilan men uningga hafta oxirida mushundaqli yunamsiz, beliq tutqili berib kelsangiz bo'lmamdi degandim" debdi. Tabiiy bo'ysunish. Bu mol setish misoli oldiga berish effektining haqiqiy unumini ko'rsatib bera oladi. Agar bola lungi setib bo'libla xaridorga mashina setib olishni tavsiya qilgan bo'lsa, u chaqda xaridor udul rad qiladi. Biroq u bunday qilmadi. U faqat xaridorga kichik qarmoq setib olishdan iborat shuncha oddiy talabni tavsiya qildi. Bu talab qondirilgandan keyin u yana sal cho'ngroq talabni tavsiya qilgan. Chunki oldida qo'ygan kichikkina talabni qondirgandan keyin bu talabni ancha cho'ng bilinmaydi. Xaridormi rad qilishga bahona topolmaydi. Biz bu ahvolni bir psixikalik effekt orqali tushundiramiz. Buning nomi oldiga berish mahorati. Bu effektni o'ttirib qo'yg'ichi tabiiy bo'ysunish, oldiga berish mahorati nomli tajribani ishlagan. O yordamchilarni ikki guruhga bo'lib, ikki aholilar o'ltiraq rayoniga kirgizgan. Birinchi guruhning vazifasi aholilarni ziyorat qilib, ularning uyining oldiga bir dona mashina haydaganda ehtiyot qiling degan xat yozilgan taxtayni qo'yish lozimligini. Ammo bu taxtayni qo'ysa yo'lning manzarasiga ta'sir ko'rsatadiganligini, buningga qo'shilgan qo'shilmaydiganligini so'rash. Ikkinchisi bo'lsa, guruhdagilarniki vazifasi bo'lsa, yana bir rayonga berib,
aldı bilan aholilarga bexatar yo'l yurishni qo'llash murojaatnomasiga imzo qo'ydirib, ondan hamma aholilar degidek imzo qo'yib bo'lgandan keyin ularga birinchi guruhdagilarga o'xshash xatlik taxta qo'yish taklifini berdi. Natijada birinchi guruhdagilarni aholilarning qo'llash nisbati 17% bo'lgan. Ammo ikkinchi guruhdagilar aholilarning qo'llash nisbati 55% ga yetgan. Farq kelib chiqishning sababi dal oldiga berish effektidir. Xo'sh, undaq bo'lsa, nima uchun rad qilish tas? Nima uchun kishilar dastlabki kichik talabni qabul qilgandan keyin keyingi cho'ng talabni rad qilolmaydi? Chunki kichik talabning qabul qilishchanligi bo'ldi. Mundaqcha aytganda, kishilar o'zining turmushiga ta'sir ko'rsatmaydigan talabni qabul qilish maylig'i bo'ldi. Chunki bundaq qilganda kishilar o'zining erkin, kichik ishlarni zig'irlab o'ltirmaydigan odam ekanligini ifodalay oladi. Biroq kishilar bundaq kichik talablarni qabul qilgandan keyin amaliyotda allburun qarshi tarafning harakat nishoniga tushib bo'lgan bo'ldi. Qarshi tarafning uni sotmoqchi bo'lgani oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, hammasi uning zimmasiga tushadi. O'zining aslida bor bo'lgan bilish qatlamida passivlik kelib chiqib, o'sharlik psixikasini yo'qotadi. Bu vaqtda texmi cho'ng talablar o'tirg'i chiqadi. Agar bu vaqtda cho'ng talablarni rad qilsa, odamning bilishi shu amon tangponligini yo'qotib, o'zini oldi-keyinning farqi yo'q odamdek his qilib, obrazimga ta'sir yetadi deb qarab, bu cho'ng talabni qabul qilishga majbur bo'ladi. Bu orqali yangi psixikalik tangponlikka erishib, o'zining obro'yini qo'g'daydi. Shon nurg'un kishilar o'zining obro'yini saqlash uchun o'zini tutami yo'q odam bo'g'izmaydi. Shuning bilan hayron qolarlik holda asli o'zi ma'qul bo'lsa bo'lmaydigan ba'zi talablarga ma'qul bo'ladi. Xo'sh do'stlar, bugun mana do'stlar bilan o'rtoqlashgan temamiz tijoratchi do'stlarniki. Bo'lib shu undidor savdo qilayotgan do'stlarniki shu mol setish mahoratiga nihoyatda yaxshi aktiv ta'sirlarni ko'rsatadigan yaxshi bir mazmun bo'ldi deb o'ylayman. Oldingi mazmunimizda shu mol setish haqidagi bir qism psixikalik qonuniyatlar, andan keyin xaridorniki psixikasini egallash degan mazmunlar to'g'risida o'rtoqlashgan edik. Bugungi mazmun hisobda oldingi mazmunimizningki xulosa qismi hisoblandi. Shunga do'stlar, bu mazmunlar orqali o'zinglarningki savdo tafakkur haqidagi ba'zi kam nuqtalar bo'lsa, to'liqlab olsanglar bo'ladi deb o'ylayman. Undaq bo'lsa, bugungi mazmun mushunchalik bo'lsin.